Hocam, qilib qolmang, o'zini kechiring. Bering, men supuraman. Voy, mayli, nima qilibdi qizim? Men hovlini sipiray. Siz ko'chani sipirib kela qoling, qizim. Xafa bo'lmaysizmi, hojam? Nega xafa bo'laman, qizim? Ha, Nodira? Qizim, kechki paytga nimadir ovqat qildingizmi, qizim? Hojam, navoringiz hech ko'nmayapti-da. Mayli, siz bolaga qarab tura qoling. Men o'zim darrov tayyorlab qo'yaman ovqatlarni. Hojam, qanday bo'larkan? Unaqa demang. Birpasda qilib tashlayman. Siz bolaga qarang. Onasi, to'y kiygan kiyimimni dazmollab qo'yuvdingmi? Dadasi, esimdan chiqib qolibdi-yu, dazmol qilish. Mayli, men uni qorani kiyib ketiraman. Ertaga dazmollab qo'yarsan, xo'p? Iye, qizim, nima bo'ldi? Nimaga bunaqa xomush bo'lib o'tiribsiz? Hojam, hech narsaga ulgurmayapman. Bu yoqda bolam kasal, o'g'lingizni ham qo'ynini ololmayapman. Sizga ham bunday tayinli kelin bo'layotganman, hojam. 30 yil qaynonani xizmatini qildim. Sahar turib, hovlilarni, ko'chalarni sipirib, qayin bo'yinlarni xizmatini qildim. Baribir mendan hech kim minnatdor bo'lmadi, bolam. Yuk ko'targan yuzaga chiqadi deyishgan-ku. O'sha gap bekor gap, qizim. Odamzodni hech qachon rozi qila olmaysiz. O'zingiz uchun yashang, bolam. Hamma narsani o'ylab, yuragingizga yaqin olib yurmang, qizim. Rahmat, hojam. Siz oddiy qaynona emassiz, qaynona Pro Maxsiz, hojam. Rahmat. Voy, o'zim o'rgilib ketay sizdan.